Filologiya fanlari doktori professor Safarbar Ro'zimbayevni zahmatkash olim, shogirdlarga nisbatan talabchan va mehribon ustoz sifatida tanidim. Ustoz meni juda ham yaxshi kutib oldilar va siz mana shu hali ochilmagan ko'rib hisoblangan Xorazm folklorini, jumladan Xorazm dostonchiligining bir mashhur dostoni bor. O'sha Oshi G'arib va Shohsanam dostonining variantlarini va badiiyatini ishlasangiz yaxshi bo'lar edi. Bu sizning eng xayrli ishingiz bo'lar edi degan maslahatni berdilar. Va shu tariqa men o'sha mashhur qadimiy syujetga ega bo'lgan Oshi G'arib va Shohsanam dostonini tadqiq qilishga kirishdim va ustozim bilan birgalikda o'sha doston variantlarini baxshilar og'zidan yozib olish uchun Qoraqalpog'iston, Toshxovuz viloyatlariga borib turib va Buxoro viloyatlariga borib turib o'sha dostonning variantlarini baxshilardan yozib olishga ulgurdik. O'sha Oshi G'arib va Shohsanam dostonlarining variantlari va badiiyati mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyamizni muvaffaqiyatli himoya qildik va kengash a'zolarining e'tirofiga ko'ra bu eng yaxshi dissertatsiyalardan biri hisoblandi o'sha paytda. O'zbekistonlik taniqli folklorshunos olim Muhammad Nodir Saidov shunday fikr bildirgan edi. Safarbar Ro'zimbayevning Gavhara birinchi shogirdi. Qolaversa, Safarbar Ro'zimbayev mana shu Xorazm folklori, xususan dostonlar bo'yicha hali o'nlab shogirdlarga rahbarlik qiladi degan edilar. Darhaqiqat bugungi kunda ustozning shogirdlarining soni 20 nafardan oshib ketdi. Bugun filologiya fanlari doktori professor Ro'zimbay Safarbayevning ilmiy merosi tadqiqi bo'yicha o'tkazilayotgan ilmiy nazariy konferensiya juda ham mazmunli va dolzarb mavzuda o'tyapti va mana shu insonning o'zbek folklorshunosligi taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va bugungi kundagi ahamiyati haqida qiziqarli ma'ruzalar tinglanayapti. O'ylaymanki, bu ustozning bizga qoldirgan ilmiy merosi juda ham katta ahamiyat kasb etadi va talaba yoshlarni, o'quvchilarni, umuman xalqimizning ma'naviyatini boyitishda juda katta manba vazifasini o'taydi.